Kiraver. Aka, assalomu alaykum. $300 pul kerak edi. Berib tura olasizmi? Yo'q. Otamdan keyin men o'zimni o'zim ebladim. Sen tayyorini kelib yemoqchimisan? Yo'q, aka, men qarz so'rayapman. Oldinga olgan pullarimni ham hisoblab qo'yganman. Men mazza qilib yuraman. Pul kerak bo'lsa akamda bor. Tayyorga ayyor bo'lib olaman degan narsani miyingdan chiqazib tasha, tushundingmi? Aka, 4ta 5ta joyga ish so'rab borgandim. Olishmadi. Og'aynimning mashinasini urib oldim. Telefonimni sotib to'g'irlab berdim. Hozir telefonsiz yuribman. Endi til o'rganmoqchiman. Hali xudo xolasa ishlarim yaxshi bo'lib ketadi, aka. Yo'q dedim. Yana qanaqa tushuntirish kerak? Tushundim, aka. Abdurahmon? Assalomu alaykum Sulton aka. Va alaykum assalom. Qayerda ishlayapsan? Shu bekorchilik, aka. Xohlasa, meni ishxonamda ish bor. Xonsaroy sotuv bo'limida menejer qilib qo'yaman. Ishlaysanmi? Bo'ldi, aka. Ertadan chiqaman, rahmat. Chiq ertaga. Ali Ozod, Labbay og'ayni. aytgan ishing bajarildi. Ukang ertadan ishga chiqyapti. Joning sog' bo'lsin. Yaxshi kunlaringda qaytaring. Bilasan, ukamni yaxshi ko'raman. Ha, bilaman.